Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlash kimyo texnologiyasi kafedrasi 22-23 guruh talabasi Nutfullayev Behruz bo'laman. Bugun ko'rib chiqadigan mavzuyimiz termogazol ishlab chiqarish uchun termik kreking qurilmasi. Mahsulot birinchi nasos orqali issiqlik almashtirgichga beriladi va issiqlik almashtirgichdan 11-reftikatsion kolonaga o'tadi. Reftikatsion kolonadan 9-nasos orqali so'rib olinib 3-zimivekli pechga beriladi. Xuddi shunday pastda qolgan qoldig'i 10-nasos orqali so'rib olinib 2-zimivekli pechga beriladi. 2 va 3-zimivekli pechlardan yig'ilgan mahsulot 4-kolonaga o'tadi va 4-kolonadan yuqori bosimli 7-kolonaga o'tadi. 7-kolonadan chiqqan gaz 11-reftikatsion kolonaga beriladi va 11-reftikatsion kolona yuqorisidan chiqayotgan gaz va benzin 6-kondensatsiya qurilmasiga o'tadi. Kondensatsiya qurilmasidan so'ng kondensatordan o'tgan gaz va benzin gazoseparatorga o'tadi va bu yerda ikkiga ajraladi. Gaz va benzinga. Undan keyin 8-nasos yordamida so'rib olinib 11-kolona yuqorisidan sug'orish uchun beriladi. Ikkinchi kolonada bosimning pasayish hisobiga kreking qoldig'idan termogazol fraksiyasi ajraladi. 12-kolona tepasida kondensatsiyalanmagan bug'lar 13-kondensator yordamida kondensatsiyaga uchratilib 14-yig'ichga o'tkaziladi va 14-yig'ichdan nasos orqali 12-kolonaga sug'orish maqsadida yuqorisidan beriladi. Kreking qoldig'i 15-nasos yordamida tortib olinib 17-vakuumli kolonaga yuboriladi. Vakuumli kolonaning 17-tarelkasi orqali mahsulot chiqib keladi bizga.